Bugun do'konimizda sotuvga olib qolingan telefonlarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Videoni kuzatishda davom eting. Narxlarni ancha qulay narxlarda qilib chiqarib qo'yganmiz. Redmi 15 8 ga 256 talik korobka dokumentlari bilan telefonimiz taxminan 2 oylik atrofida ishlagan. Qiziqqanlar uchun narxini $125 ga qilib beramiz. 256 talik bo'ladi. S22 Plus so'rayotganlar uchun deyarli S22 narxida, ya'ni $285 ga 256 talik bo'ladi. Qiziqqanlar uchun koreyskiy variantda emaker ro'yxatlardan o'tgan. S21 Plus so'rayotganlar uchun holatlari yaxshi holatda, hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Telefonimizni $205 ga qilib beramiz. S21 ishlataman deyotganlar uchun qulaydan kelib qoldi. Telefonimiz $170 ga chiqadi. Hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q, holatlari yaxshi holatda, mahkam bo'lib to'lashgan chiqadi. O'yin ishqibozlar uchun GT30 Pro so'rayotganlar uchun korobkalarda o'zining kullerlari, original chexollarigacha bor. Qiziqqanlar uchun narxini $275 ga qilib beramiz. Taxminan 3 oylik atrofida ishlagan. Redmi Note 13 256 talik korobka dokumentlari bilan bu telefonimiz narxini ham joylab qo'yamiz. Hali narxi chiqmagan ekan. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefonlarimizni narxga ham bo'lib to'lashga ham qilib beramiz.